Agar telefoningizda begonalar o'rnatib bergan ilova, shubhali SMS havolasi, yordam beraman deb ulangan masofadan boshqarish dasturi yoki siz bilmagan bank kartasi ruxsatlari bo'lsa, pensiyangiz xavf ostida bo'lishi mumkin. Men bugun sizga juda muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Telefon orqali firibgarlar pensionerlarning kartasiga, SMS kodlariga, bank ilovasiga kirib pulni yechib olishi mumkin. Bu gap faqat pensionerlarga emas. Ularning farzandlari, nabiralari, qo'shnilari va qarindoshlariga ham tegishli. Shu videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta noto'g'ri bosilgan tugma butun oylik pensiyani yo'qotishga olib kelishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga albatta yetkazing. Avvallari pensiya masalasi ko'proq kassaga borish, pochta orqali olish yoki plastik kartadan pul yechish bilan bog'liq edi. Odamlar asosan bankomat oldida ehtiyot bo'lishi, kartasini birovga bermasligi, PIN kodini aytmasligi kerak edi. Ya'ni xavf ko'proq ko'zga ko'rinadigan joyda bo'lardi. Bankomat, bank kassasi, karta, naqd pul. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Telefon pensiya kartasining kalitiga aylanib qoldi. Telefoningizga SMS kod keladi, bank ilovasi o'rnatiladi, karta raqami saqlanadi, to'lovlar qilinadi, pul o'tkaziladi. Firibgarlar ham endi ko'chada karta tortib olmaydi. Ular telefon qiladi, SMS yuboradi, Telegram yoki WhatsApp orqali havola tashlaydi. Pensiyangiz qayta hisoblanadi. Kompensatsiya olasiz, bank kartangiz bloklanadi. Davlatdan yordam puli chiqdi deb aldashadi. Eng xavfli tomoni shundaki, ko'p odamlar telefonimda nimadir bo'lsa pensiyamni davlat olib qo'yadimi deb qo'rqadi. Men buni aniq tushuntiraman. Odatda pensiyani davlat telefoningizdagi biror ilova sababli olib qo'ymaydi. Lekin telefoningizdagi shubhali ilova, begona ruxsat, SMS kodlarni o'qiydigan dastur yoki masofadan boshqarish ilovasi firibgarlarga pensiya pulingizni o'g'irlash imkonini beradi. Natijada odam pensiyamni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida esa pul karta yoki bank ilovasi orqali yechib ketilgan bo'ladi. Birinchi xavf bu SMS kod. Bankdan, to'lov tizimidan yoki davlat xizmatlaridan kelgan SMS kod hech kimga aytilmaydi. Hatto qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili, soliq xodimi yoki mahalla mas'uli deb tanishtirsa ham kod aytilmaydi. Chunki SMS kod bu sizning elektron imzongizga o'xshaydi. Kodni aytsangiz, firibgar sizning nomingizdan kirishi, karta ulashi, pul o'tkazishi yoki kredit rasmiylashtirishga urinishi mumkin. Ikkinchi xavf bu masofadan boshqarish ilovalari. Masalan, telefoningizni so'zlab beraman, pensiya ilovasini o'rnatib beraman, kompensatsiyani chiqaramiz deb AnyDesk, TeamViewer, Rustdesk, AirDroid yoki shunga o'xshash dasturlarni o'rnatishni so'rashi mumkin. Bunday ilovalar aslida yomon dastur emas. Ular ish uchun ham ishlatiladi. Lekin firibgar qo'liga tushsa, u telefoningiz ekranini ko'radi, tugmalarni bosadi, SMS kodni o'qiydi, bank ilovasiga kiradi. Ayniqsa pensioner odam men faqat ruxsat berdim, o'zi hammasini qildi deb qoladi. Uchinchi xavf bu noma'lum APK fayllar. Ba'zan Telegramda pensiya tekshiruvchi ilova, yordam puli olish, subsidiya ro'yxati, bankdan bonus, bilinmagan so'm kompensatsiya degan nom bilan fayl yuboriladi. Android telefonlarda odam bunday faylni o'rnatib yuborsa, u ilova SMS'larni o'qish, bildirishnomalarni ko'rish, kontaktlarga kirish, ekranni yozish, bank ilovasini kuzatish kabi ruxsat so'rashi mumkin. Odam ruxsat bergandan keyin xavf boshlanadi. To'rtinchi xavf bu telefon raqamiga ulangan bank kartalari. Ko'pchilik pensionerlar pensiya kartasini farzandi yoki nabirasi o'rnatib bergan bank ilovasiga ulab qo'yadi. Bu qulay. Lekin telefon yo'qolsa, parol oddiy bo'lsa yoki telefonni boshqa odam ishlatsa, pensiya puli xavf ostida qoladi. Ba'zi odamlar telefon parolini 1001 tug'ilgan yil yoki karta PIN kodi bilan bir xil qiladi. Bu juda katta xato. Eng avvalo yoshi katta insonlar xavf ostida. Chunki firibgarlar aynan ularni nishonga oladi. Ular yaxshi muomala qiladi, shoshiradi, qo'rqitadi. Hozir qilmasangiz pensiyangiz to'xtaydi. Bugun oxirgi kun. Ro'yxatdan o'tmasangiz pul berilmaydi deydi. Pensioner odam davlat idorasi bilan muammo bo'lib qolmasin deb aytilgan ishni bajarib yuborishi mumkin. Ikkinchi guruh bu telefonni yaxshi tushunmaydigan, lekin bank ilovasidan foydalanadigan odamlar. Masalan, odam kartadan do'konda to'laydi, berilmagan pul kelganini SMSdan biladi, lekin ilova ruxsatlari, xavfsizlik sozlamalari, shubhali havolalar nima ekanini bilmaydi. Firibgarlar aynan mana shu bo'shlikdan foydalanadi. Uchinchi guruh bu telefonini boshqalarga ko'p beradiganlar.
Mana nabiram o'yin o'ynasın. Qo'shnim bir qo'ng'iroq qilib olsin. Ustaga berib sozlatdim deb telefonni nazoratsiz qoldirish ham xavfli. Telefon ichida bank ilovasi bo'lsa, SMS'lar ochiq tursa, ekran paroli bo'lmasa, bu uy eshigini ochiq qoldirishga o'xshaydi. 4-guruh bu qarindoshlar nomiga karta ochib, pensiyani o'sha kartaga bog'lagan yoki telefon raqamini bir necha odam ishlatadigan oilalar. Masalan, ona pensiya oladi, lekin bank ilovasi o'g'lining telefonida. O'g'il telefonini yo'qotadi yoki shubhali havolaga kiradi. Natijada onaning pensiya kartasi ham xavfga tushadi. Shuning uchun bu mening telefonim emas, demak menga taalluqli emas deb bo'lmaydi. Agar siz faqat rasmiy bank ilovasidan foydalansangiz, ilovani Play Market yoki App Store orqali o'rnatgan bo'lsangiz, SMS kodlarni hech kimga aytmasangiz, telefoningizda ekran paroli bo'lsa, shubhali havolalarga kirmasangiz va begona ilovalarga ruxsat bermasangiz, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir tekshirib turish kerak. Xavfsizlik bir marta qilinadigan ish emas, doimiy odat bo'lishi kerak. Agar telefoningizda ko'p ilova bo'lsa ham, ularning hammasi xavfli degani emas. Masalan, rasmiy bank ilovasi, davlat xizmatlari ilovasi, operator ilovasi, aloqa ilovalari odatda normal. Muammo noma'lum manbadan o'rnatilgan, nomi g'alati, belgisi shubhali, ruxsatlari ortiqcha bo'lgan dasturlarda. Masalan, pensiya pulini tekshirish degan noma'lum ilova SMS o'qish ruxsatini so'rasa, bu juda shubhali. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi pensioner ayolga bankdanman deb qo'ng'iroq qilishadi. Unga kartangizga pensiya tushgan, lekin tizim yangilanyapti. Tasdiqlash kodi ayting deyishadi. Ayol 6 xonali kodni aytadi. Oradan 5 daqiqa o'tib, kartadan 2 million 400 ming so'm boshqa kartaga o'tib ketadi. Ayol bankka borganida operatsiya SMS kod bilan tasdiqlangani aytiladi. Bu yerda asosiy xato kodni aytish. Ikkinchi misol, Samarqandda bir otaxon Telegramda pensionerlarga 6 ming so'm qo'shimcha yordam degan xabarni ko'radi. Havolaga kiradi, ism, familiya, karta raqami, amal qilish muddati va SMS kodni kiritadi. Sayt davlat saytiga o'xshagan, bayroq rasmi bor, ranglari ishonchli ko'rinadi. Lekin bu soxta sayt bo'lgan. Natijada kartadagi pensiya puli yechib olinadi. Bu yerda xato havolaning rasmiyligini tekshirmaslik va karta ma'lumotlarini kiritish. Uchinchi misol, Farg'onada bir kishi onasining telefoniga telefoningiz sekin ishlayapti, tozalab beraman deb bir ilova o'rnatadi. Keyin ma'lum bo'lishicha, ilova masofadan boshqarish dasturi bo'lgan. Firibgar telefon ekranini ko'rib turgan, bank ilovasiga kirilgan paytda kodlarni kuzatgan va 1 million 800 ming so'mni yechgan. Bu yerda xato. Begona odamga telefonni boshqarish huquqini berish. 4-misol. Bir oilada bu pensiya kartasini nabirasining telefonidagi bank ilovasiga ulab qo'ygan. Nabira internetdan o'yin yuklayman deb noma'lum ABK o'rnatgan. O'yin bilan birga zararli dastur ham kirgan. U bildirishnomalarni o'qish ruxsatini olgan. Keyin bankdan kelgan kodlar ko'rinib qolgan. Bu holatda pensioner bu hech narsa qilmagan bo'lsam, uning puli xavfga tushgan. Demak, pensiya kartasi qaysi telefonga ulangan bo'lsa, o'sha telefon ham xavfsiz bo'lishi kerak. Ko'pchilik kartamni hech kimga bermadim, qanday qilib pul ketdi deb so'raydi. Karta qo'lingizda bo'lsa ham, uning raqami amal qilish muddati. SMS kodi yoki bank ilovasiga kirish imkoniyati begonalarda bo'lsa, pul ketishi mumkin. Plastik karta faqat temir yoki plastmassa buyum emas. Unga bog'langan telefon raqami ham kartaning bir qismi kabi muhim. Yana bir nozik masala. Firibgarlar doim qo'rqitish yoki shoshirish usulidan foydalanadi. Hozir aytmasangiz pensiyangiz muzlatiladi. Arizangiz bekor bo'ladi. Kartangiz bloklanadi. Sizning nomingizga kredit chiqyapti degan gaplarni eshitsangiz, darhol suhbatni to'xtating. Haqiqiy bank xodimi yoki davlat xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Telefoningizga noma'lum ilova o'rnatishni talab qilmaydi. Kartangizning to'liq ma'lumotlarini yozdirib olmaydi. Yana bir muhim jihat. Qarindoshlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Ba'zan pensionerning puli firibgarlardan emas, yaqinlarning beparvoligidan yo'qoladi. Farzand onasining kartasini o'z telefoniga ulab qo'yadi, parol qo'ymaydi, shubhali saytga kiradi. Keyin pul ketganda hamma bir-biridan gumon qiladi. Aslida muammo tartib yo'qligida bo'ladi. Har bir karta qaysi telefon raqamiga ulangan, qaysi ilovada turibdi, kim biladi, kim ishlatadi, bular aniq bo'lishi kerak. Ba'zilar telefonimda virus bo'lsa, pensiyam avtomatik to'xtaydimi deb xavotirlanadi. Yo'q, pensiya to'xtashi uchun odatda qonuniy sabablar bo'ladi. Hujjatlardagi o'zgarishlar
yashash joyi, vafot holati, noto'g'ri ma'lumot. Qayta tekshiruv, boshqa ma'muriy masalalar. Telefoningizdagi ilova pensiya tayinlanishini avtomatik bekor qilmaydi. Lekin u pulingizni o'g'irlashga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun masalani to'g'ri tushunish kerak. Davlat pensiyani olib qo'ymaydi. Firibgar pensiya pulini yechib olishi mumkin. Yana bir pitfall, mening kartamda katta pul yo'q deb o'ylash. Firibgar uchun 300 ming so'm ham pul, 1 million so'm ham pul. Ular bitta odamdan katta summa olish shart emas. Yuzlab odamdan o'z-o'zidan olsa ham katta jinoyat qiladi. Pensioner uchun esa 300 ming so'm ham to'g'ri, oziq-ovqat, kommunal to'lov degani. Shuning uchun o'zga pul degan xavfsizlik bo'lmaydi. Birinchi qadam. Telefoningizdagi ilovalarni tekshiring. Android telefonda sozlamalar bo'limiga kiring. Ilovalar yoki apps degan joyini oching. O'zingiz tanimaydigan, qachon o'rnatilganini bilmaydigan, nomi g'alati ko'rinadigan ilovalarni ko'ring. Ayniqsa masofadan boshqarish ilovalari noma'lum cleaner, security, pensiya, bonus, update, service nomli ilovalar bo'lsa ehtiyot bo'ling. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, o'chirib tashlashdan oldin bankka yoki ishonchli mutaxassisga ko'rsating. Lekin begona telefon ustasiga hammasini ochib berish ham to'g'ri emas. Ikkinchi qadam, ruxsatlarni tekshiring. Ilova, SMS o'qish, qo'ng'iroqlarni ko'rish, bildirishnomalarni o'qish, kamera, mikrofon, kontaktlar, ekranni yozish kabi ruxsatlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, kalkulyator ilovasi SMS o'qishga nega muhtoj? Oddiy fon rasmiy ilovasi kontaktlarga nega kirish kerak? Shunday mantiqsiz ruxsatlarni ko'rsangiz, ularni o'chiring yoki ilovaning o'zini olib tashlang. Uchinchi qadam, bank ilovasini tekshiring. Faqat rasmiy Play Market yoki App Store orqali yangilang. Telegramdan kelgan bank ilovasini o'rnatmang. Bank nomga o'xshagan, lekin ishlab chiqaruvchisi noma'lum ilovalarni yuklamang. Bank ilovasiga kirish paroli alohida bo'lsin. Telefon paroli bilan bir xil bo'lmasin. Agar ilova barmoq izi yoki Face ID qo'llasa, undan foydalaning. 4-qadam. SMS kod bo'yicha oilaviy qo'yda kiriting. Uyda hammaga ayting. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Bank xodimi so'rasa ham aytilmaydi. Mahalla nomidan so'rasa ham aytilmaydi. Pensiya jamg'armasidanman desa ham aytilmaydi. Agar rostdan ham muammo bo'lsa, o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilasiz yoki bank bo'limiga borasiz. Qo'ng'iroq qilgan odam bergan raqamga emas, kartangiz orqasidagi yoki bank saytida ko'rsatilgan rasmiy raqamga murojaat qiling. 5-qadam. Telefon parolini kuchaytiring. 1000-1001-1002-34 tug'ilgan yil, uy raqami, karta PIN kodi kabi parollarni ishlatmang. Kamida 6 xonali kod qo'ying. Telefon yo'qolsa, undagi bank ilovalari va SMSlar himoyalangan bo'lishi kerak. Telefonni bolalarga o'yin uchun berayotganda bank ilovalari ochiq turmasin. Iloji bo'lsa, bank ilovasiga alohida parol qo'ying. 6-qadam, kartadan pul yechilganini tez bilish uchun SMS xabarnoma yoki push bildirishnomalarni yoqing. Agar kartadan siz qilmagan operatsiya bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani blok qildiring. Vaqt bu yerda juda muhim. Ba'zan odam ertasi kuni biladi, u paytda pul bir nechta hisob orqali o'tib ketgan bo'ladi. 7-qadam, agar shubhali holat bo'lgan bo'lsa, nima qilish kerakligini biling. Masalan, siz kod aytib qo'ydingiz, shubhali ilova o'rnatdingiz, telefoningizni begona odam boshqardi yoki kartadan pul ketdi. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling, kartani blok qildiring. Bank ilovasidagi parolni almashtiring. Keyin telefonni internetdan uzing, shubhali ilovani o'chiring. Imkon bo'lsa ishonchli servisda tekshirtiring. So'ngra huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza bering. Arizada sana, vaqt, qo'ng'iroq qilgan raqam, yuborilgan havola, yechilgan summa, karta raqamingizning oxirgi 4 xonasi, bank nomi va barcha SMS xabarlarini ko'rsating. 8-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Bankka murojaat qilganda pasport yoki ID karta, bank kartasi, telefon raqami, operatsiya bo'yicha SMS, ilova tarixidagi chek yoki skrinshot kerak bo'lishi mumkin. Agar firibgar telefon qilgan bo'lsa, raqamni yozib qo'ying. Agar Telegram yoki WhatsApp orqali yozgan bo'lsa, chatni o'chirmang. Skrinshot qiling, lekin asl yozishmani ham saqlang. Bu dalil bo'lishi mumkin. 9-qadam, pensioner yaqinlaringizga amalda yordam bering. Faqat ehtiyot bo'ling deyish yetmaydi. Telefonni olib birga tekshiring. Qaysi bank ilovasi bor? Qaysi karta ulangan? Parol bormi? Shubhali ilova bormi? SMS kodini kimdir biladimi? Telegramda noma'lum botlar bormi? Hammasini ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa,
qog'ozga oddiy qoida yozib bering. SMS kodni hech kimga aytmayman. Havolaga kirmayman. Pul masalasida avval farzandimga qo'ng'iroq qilaman. Begona ilova o'rnatmayman. 10-qadam. Rasmiy ma'lumot manbalaridan foydalaning. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya, yordam puli bo'yicha xabar chiqqan bo'lsa, uni Telegramdagi noma'lum kanaldan emas, rasmiy idora, bank yoki davlat xizmatlari manbalaridan tekshiring. Agar hamma pensionerlarga pul beriladi, faqat karta raqamingizni kiriting deyilgan bo'lsa, avval shubha qiling. Haqiqiy davlat to'lovi odatda shaxsiy ma'lumotlarni tasodifiy havola orqali yig'maydi. Men yana bir narsani qat'iy aytaman. Firibgarlar juda madaniyatli gapirishi mumkin. Ular sizni haqorat qilmaydi. Aksincha opa, aka, otaxon, onaxon deb hurmat bilan gapiradi. Ular fonda ofis ovozi qo'yishi, o'zini rahbar kabi tutishi, hatto sizning ism familiyangizni bilishi mumkin. Bu ularning haqiqiy xodim ekanini bildirmaydi. Bugun odamning ism familiyasi, telefon raqami, hatto qaysi bankdan foydalanish ham turli yo'llar bilan firibgar qo'liga tushishi mumkin. Shuning uchun ishonch mezoni chiroyli gap emas, rasmiy tekshiruv bo'lishi kerak. Agar kimdir sizga pensiyangizni saqlab qolish uchun hozir kod ayting desa, bu firibgarlik belgisi. Agar kartangizdagi pulni xavfsiz hisobga o'tkazing desa, bu ham firibgarlik belgisi. Agar telefoningizga mana bu ilovani o'rnating, men o'zim sozlab beraman desa, bu juda katta xavf. Agar hech kimga aytmang, bu maxfiy tekshiruv desa, suhbatni darhol tugating. Haqiqiy tashkilot sizni qarindoshingizdan, bankdan yoki huquqiy maslahatdan yashirin harakat qilishga majbur qilmaydi. Demak, telefoningizda shubhali ilova, masofadan boshqarish dasturi, noma'lum APK, ortiqcha ruxsatlar yoki himoyasiz bank ilovasi bo'lsa, pensiya pulingiz xavf ostida bo'lishi mumkin. Pensiyani davlat shunchaki telefoningizdagi narsa uchun olib qo'ymaydi, lekin firibgarlar telefon orqali pensiya kartangizdagi pulni yechib ketishi mumkin. Bugunoq telefoningizni tekshiring. SMS kodlarini hech kimga aytmang. Shubhali havolalarga kirmang. Bank ilovalarini faqat rasmiy manbadan ishlating va pensioner yaqinlaringizga albatta yordam bering. Sizda shunday qo'ng'iroq, SMS yoki shubhali havola bo'lganmi? Izohlarda yozing, boshqalar ham ogoh bo'lsin. Agar bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va videoni ota-onangizga, buvi bobongizga, qo'shnilaringizga yuboring. Bitta yuborilgan video kimningdir butun pensiyasini saqlab qolishi mumkin.